Allohning oyi bu Ramazon. 6 qism. Muborak Ramazon oyidagi alohidaliklar va ahkamlar. Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Iftor bilan suhurliqning vaqti va qoidalari. Iftor. Iftor degan eg'iz echish deganlik bo'lib, ro'za tutgan kishining iftor qilish vaqti kun petish bilan kiradi. Janobi Alloh Qur'onda mundaq deb buyurgan: "Andan kech kirguncha ro'za tutinglar." Baqara surasi 187-oyat. Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu mundaq so'zlab bergan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kecha Mao tarafdan kelib, kunduz Mao tarafdan ketsa va kun o'ltirsa, ro'za tutquchining iftor qilish vaqti kirgan bo'ladi degan. Bu kun petish bilan iftor qilsa bo'ldiganligini bildiradi. Barliq musulmonlar kun petish bilan iftor vaqti kiradi degan. Odatda bu namoz shomning vaqtining kirganligini bildiradi. Shunga ko'pincha joylarda namoz shomning azini iftor vaqtining bo'lganligidan derak beradi. Muazzin azan o'qishda kechikib qolgan taqdirda yoki masjid yo'q joylarda yoki azan anglanmaydigan joylarda kun patqanda iftor qilsa bo'ladi. Kun patqanligini o'z ko'zi bilan ko'rsimi bo'ladi yoki boshqa ishonchlik birining xabariga tayansimi bo'ladi va yoki soat va kalendardek boshqa alomatlarga asosan kun patdi deb ko'ngli xotirjam bo'lishi bilan bo'ladi. Kun petish bilan iftor vaqti kirgan ekan, iftor qilishga aldirash mustahab, kechiktirish makruh. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kishilar iftorni qilishga aldirab tursalar salomat bo'ladi. Yana boshqa hadislarda kun patgan hamon iftor qilishga aldirashning sunnatga ergashganlik ekanligi, Yahudi nasoralarning iftorni bak kechiktirib sunnatga xiloflik qilganlik ko'rsatilgan. Shunga iftorni kechiktirish ahli kitobga o'xshab qolganlik bo'ladi. Biroq havo tutuq kunlarda aldirab ketmay, kun patadigan vaqt bo'lganligini aniqlab, andin iftor qilish kerak. Hozirgi davrimizda soat bu masalani hal qildi. Lekin har kuni 1 yoki 2 minut ilgari keyinlik farqi bo'lishi ko'zda tutilishi kerak. Kun patgan yoki patmaganligida ikkilanib qolsa, iftor qilmay turish kerak. Chunki kun patganligiga keskin bir alomat bo'lmasa, vaqtning taqi kunduz ekanligi aniq bo'lib turaveradi. İftar tamqı tayyor bo'lsa, iftor qilib o'tib, ondan namoz shamni o'qish yaxshi va mustahabdir. Yoki yengil iftor qilib olib, ondan namoz o'qib bo'lib tamoq yesa bo'ladi. Ibn Shihab Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: namoz sham vaqtida kechki tamoq tayyor bo'lib qolsa, avval shuning bilan boshlanglar. Kechki tamoqlarni yemay aldirab ketmanglar. İftar qilishdan burun shundaqla kun bo'yi duo qilish mustahabdir. Chunki ro'za tutquchining duosi ijobat bo'ladigan duolardandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: cho'qimki ro'zdarning iftor qilganda rad qilinmaydigan bir duosi bo'ladi. Bu hadisdagi iftor qilganda degan ibora iftor qilishdan burun degannimi, iftor qilib bo'lgandan keyin degannimi bildiradi. Shunga har ikki vaqt duo qiladigan vaqtdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: 3 kishining duosi quruq qaytarolmaydi. Ro'zdarning iftor qilg'uchi bo'lgan arliqda adolatli hokimning va zulmga uchirg'uchining. Bu hadisdagi iftor qilg'uchi degan ibora iftor qilishdan burungi chaqni, balki butun kunduzni ko'rsatadi. Imom Navaviy mundaq deydi: bu ibora ro'zdarning duosining kunduzning dastlabdan oxirigacha mustahabligini taqozo qiladi. Chunki u shu chaqlarning hammida ro'zdar deb ataladi. İftar qilganda o'zi bilgan mazmuni yaxshi duolarni qilsa bo'ladi. O'ziga, bola chaqalarga, ota-onasiga, do'st-yaronlarga va barliq musulmonlarga duo qilsa yaxshi bo'ladi. Eng yaxshisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar qilgan tuvandagi mazmuni mo'l duolarni qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq duo qilgan: "Zahabal zama'u va badallatil uruqu va sabatal ajru inshaalloh." Ussuzlik tugab, tomirlar namlanib, ro'za tutganning ajri yozildi inshaalloh. Buning iftor qilib bo'lganda qilingan duoligi aniq. Hazrati Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma bolalarni to'plab mundaq duo qiladi: Allohumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir li. Ey Allah, sening hamma narsani qoplagan keng rahmating bilan mening gunohlarimni mag'firat qilishingni so'rayman. Allohumma laka sumtu va ala rizqika aftartu. Ey Allah, sen uchun ro'za tutdim, sening bergan rizqing bilan iftor qildim. İftar qilganda tepilsa xorma bilan eg'iz ichish mustahab. Tepilmasa boshqa meva yoki suv bilan iftor qilsa bo'ladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namoz o'qishdan ilgari bir qancha ho'l xorma bilan iftor qiladi. Agar ho'l xorma bo'lmasa, quruq xorma bilan iftor qiladi. Agar umi bo'lmasa, bir qancha yutum suv bilan iftor qiladi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 3 tal xorma bilan yoki o'tda pishirilmagan narsa bilan iftor qilishni yaxshi ko'radi degan hadis bo'lsa, zaif hadis bo'lib, shundaq narsalar bilan iftor qilishning afzalligini ko'rsatadi.
Arab yerim aralida kishilarning dasturxonlarida kangri bar bo'lgan meva, xurmo bo'lg'achqa, boshqa joylarda xurmo topilsa, xurmo bilan iftor qilish afzal. Xurmo topilmasa, Alloh taolo ne'mat qilib bergan boshqa tatliq va shirin mevalar bilan iftor qilish, bo'lmaganda suv bilan iftor qilish yaxshi. Chunki xurmo qatorliq shirin mevalardagi shakar moddasi oshqozonga kirish bilanla udul qonga o'tib, barliq muskullarga kuch paydo qiladi. Uzun bir kun ozuqsiz qolgan kishi tezlikda mag'durga kelalaydi. Shundaqla oshqozonmi boshqa yemeklarni hazm qilishga tayyorlanadi. Hozirgi tibbiy tadqiqotlarmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning iftor qilish usulining afzal ekanligini isbotladi. Tadqiqotlardan yakunlanishicha, ro'za tutgan odam badanda yig'ib olgan shakar moddalarini uzun bir kun ro'za tutish orqali xo'rtib keyin qondagi shakar moddasi normal o'lchamdan tuvanlab ketadi. Bu sababdan ro'za tutgan kishida ojizlik, o'rinliq va ko'zi qorong'ulashishdek alomatlar ko'riladi. Shunga jismimiz tezlikda o'z holatiga qaytish uchun iftor qilganda shakar moddasi mo'l oziqlik bilan eg'iz ichish zarurdir. Suv bilan iftor qilishmi tibbiy tadqiqotchilar tavsiya qilgan ish. Chunki suv oshqozon va uchay yo'llarini tozalaydi. Inson tabiatini normallashtiradi. Bu sababdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam suv bilan iftor qilishga, chunki suv pokizlig'idir deb sababini bayon qilgan. Suhurluq. Suhurluq degan so'z sahar degan so'zdan kelgan bo'lib, kechining oxirida tong etishdan ilgari sahar vaqtida yeyiladigan yemekning ismidir. Mayli ko'p bo'lsin yoki oz bo'lsin, suhurluq bo'ladi. Hech bo'lmaganda biror yutum suv bo'lsa-mu suhurluq hisoblanadi. Suhurga uyg'onolmaslik odatda ko'p yuz beradi. Jamiyatimizda suhurluq yemay qolsa ro'za hisob bo'lmaydi degan xato tushuncha mavjud. Ular suhurluqni ro'zaning sharti deb tushunib olgandek qiladi. Amaliyotda suhurluq yeyish shart emas, balki sunnatdir. Qozi Iyaz barliq faqihlar birdek ijmo qildiki, suhurluq yeyish mustahabdir, vojib emas. Imom Ibnul Munzirmi mustahabligiga ijmo borligini aytgan. Alloh taolo mundaq deydi: "Taki sizlarga tongning oq yipi qor yipidan ayrilganga, ya'ni tong yo'rg'anga qadar yanglar ichinglar" degan. Baqara surasi 187-oyat. Alloh taolo bu oyatda tong yo'rg'anga qadar yeb ichishni muboh qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suhurluq yeyishga buyurgan va suhurluqda barakat borligini, uning islom ummatini ahli kitobdan ayiradigan belgi ekanligini bayon qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suhurluq yanglar, chunki suhurluqda barakat bor degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bizning ro'zimiz bilan yahudiylarning ro'zisi o'rtasidagi farq suhurluqdir degan va yana mundaq degan: suhurluq yanglar, chunki u haqiqatan barakatli tamoqdir. Qatada Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu bilan suhurluq yeb bo'lib, bir ozdan keyin bomdodga turib namoz o'qigan. Qatada mundaq deydi: "Biz Anasga ikkalan suhurluq yeb bo'lgan vaqt bilan bomdodga turgan vaqtning orlig'i qanchalik edi desak, u 50 oyat o'qiganchilik vaqt edi" dedi. Bu hadislardan suhurluq yeyishning va uni bomdodga yaqin vaqtgacha kechiktirishning sunnatligi chiqadi. Shundaq bo'lg'achqa, bir kishi kechicha o'yg'oq turibmi suhurluq yemasa, ro'za tutish niyati bor bo'lg'achqa, u kun patqucha ro'za tutsa, ro'zasi to'g'ri bo'laveradi. Bu kunning qazosi kelmaydi, faqatla sunnatni tark qilgan bo'ladi. Buningga asosan ro'za tutmoqchi bo'lgan kishi bomdodga azon o'qilib bo'lgandan keyin uyg'onsa, oqshomqi yoki Ramazonning dastlabidagi Ramazon tutish niyati bo'yicha ro'zani sundirmay davomlashtiraversa bo'ladi. Suhurluq yeyilmay qolganligi ro'zaga ta'sir yetkazmaydi. Chunki suhurluq yeyish ro'zaning sharti emas. Aksicha ahvolda tong yo'rib bomdod vaqti kirib bo'lgandan keyin ro'zasini davomlashtirishi vojib. Bir narsa yeb ichsa ro'zasini buzgan bo'ladi. Ma'lumki, suhurluq vaqti kechining yarmidan tong yo'rg'an qadar bo'ladi. Suhurluq eng oz deganda bir yutum suv yoki bir tal xurmo bilanmi bo'ladi. Cho'qim to'liq bir vaqt tamoq bo'lishi shart emas. Suhurluq yeyish ro'zlarning ibodat va dunyo ishlarida holsizlanib qolmasligi va jismining haqqini ado qilish uchundir. Olimlar bu barakatni bir qancha turli izohlagan. Birinchi, bir yutum suv yoki bir tal xurmo chorliq ozg'ina yemak ichmak bilan suhurluq yegan taqdirda uningga barakat berilib, ro'za tutishga, kunduzi ishlashga, jismining sog'lom bo'lishiga yordami zo'r bo'ladi. Ikkinchi, suhurluq yegichi suhurluq sababidan odatda uxlab qoladigan fazilatli vaqtda zikr, duo, istig'for va namoz qatorliq ibodatlarga, shundaqla ro'za tutish niyatini yangilashga muvaffaq bo'ladi. Natijada oxiratda ajrni ortiq ola oladi. Ahli kitobga zid ish qilib, sunnatni tutishning o'zimi ajrni ziyoda qiladi. Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, ro'zani boshlash vaqti azonga bog'liq emas, balki tong yo'rishga bog'liq. Alloh taolo mundaq deydi:
Taki sizlarga tangning oq ipi qor ipidan ayrilganga, ya'ni tang yo'rg'an qadar yanglar ichinglar degan. Baqara surasi 187-oyat. Agar muazzin azanni tang yo'rg'anda to'g'lasa, azanni anglagan hamon suhurliqni to'xtatish lozim. Agar azanni tang yo'rishdan burun to'g'laydigan bo'lsa, azanni anglasimi tang yo'rg'uchi yeb ichsa bo'ladi. Agar tang yo'ridimi, yo'rimadimi shak qilib qolsa, jazmlashtiruvchicha yeb ichsa bo'ladi. Ba'zi olimlar ehtiyotkorlik bilan ish tutadi degan. İslam dinimiz kengchilik va osonchilik dinidir. Ibodatlarda osonchilik bo'lsa davomlashadi. Uni qiyinlashtirib etish uzilib qolishiga sabab bo'lmasdan, balki tahi Allohning diniga qo'shimcha bir narsa kirgizib olganlik doirasiga kiradi. Demak, suhurlikni azan o'qilishdan yarim soat yoki 1 soat burun to'xtasimi bo'ladi. Azan o'qilganda to'xtasimi bo'ladi. Tamoq yeyotganda azan o'qilgan bo'lsa, tamoqni yevilib andin to'xtasa bo'ladi. Bular yuqori hadislardan ma'lum. Asri saodatdagi nurg'un sahaba va tabiinlarmi tang etishga yaqin suhurlik yeyish haqida kengri yo'l tutgan. Shunga suhurlikni tang etishdan bak burun to'xtatish kerak davolganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasiga zid ish qilgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi orqama-orqa o'lab ro'za tutgan bo'lsa-mu, ummatini orqama-orqa 2 kunni o'lab ro'za tutishdan to'sgan. Bu hadisga asosan ba'zi olimlar bundaq o'lab ro'za tutishni harom desa, yana ba'zilar makruh degan. Ba'zilar qudrati bo'lsa joiz degan. Yana ba'zilar Imom Buxoriy rivoyat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'lab ro'za tutmanglar. Qaysi biringlar o'lab ro'za tutmoqchi bo'lsa, iftorlik yemay suhurliqcha o'lisin degan so'ziga asosan suhurliqdan suhurliqqa qadar o'lisi bo'ladi. Bir kundan ortiq o'lisi bo'lmaydi deb qaragan. Niyat masalasiga kelsak, Ramazon oyida musulmon kishi Ramazonni birinchi kunidan tartib to'liq tutishni niyat qiladigan bo'lg'achqa, har kechasi niyatni yangilamasimi bo'ladi. Faqatla bir kishi safar yoki kasallik sababidan ro'za tutmay kelayotgan bo'lsa, ro'za tutay desa, kechasi niyat qilishi lozim bo'ladi. Suhurga uyg'onolmay qolgan ahvolda oqshomgi niyati hisob bo'ladi. Albatta, niyatni dilida qiladi, og'zaki qilib yurmaydi. Buningga asosan asrdan keyin uxlab qolib, tang yurgandan keyin uyg'ongan bo'lsa, ro'zasi to'g'ri bo'ladi. G'arbiy Yevropada suhurlik va iftor vaqti. Savol: Assalomu alaykum. G'arbiy Yevropada yashayotgan musulmonlar yozliq vaqtning o'xshash bo'lishi hamda u davlatlarda ro'za tutish vaqtining uzun bo'lishi, kun petish vaqtining keyin bo'lishi sababli suhurlik va iftor vaqtini Makka vaqti yoki Italiyaning Rim vaqtini qo'llanib ro'za tutsa bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, oila tavabatlariga va toki qiyomatgacha uningga ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Yevropaning g'arbiy va shimolidagi kunduz odatdan tashqari uzun yoki kecha odatdan tashqari uzun bo'ladigan yerlarda yoz oylari ba'zida kecha faqatla 2-3 soat bo'ladi. Ro'za tutadigan kunduz 21-22 soat bo'ladi. Qish oylarida aksicha bo'lishi mumkin. Masalan, Makkada 15 soat ro'za tutilgan chaqlarda, Janva bilan Paris shaharlarida 18,5 soat ro'za tutiladi. Berlinda 19 soat. Finlandiyaning shimolidagi Olo shahrida 23 soatga yaqin ro'za tutiladi. Shimoliy qutbda bo'lsa, kunduz so'zilib bir qancha oy bo'lib ketadi. Ba'zi joylarda 6 oy kunduz, 6 oy kecha bo'ladi. Bu diyorlardagi musulmonlar ro'za tutish va eg'iz etishda og'ir qiyinchiliklarga duch keladigan bo'lg'achqa, olimlar bu vaqtda izlangan. Olimlarning qarashlari tuvandikicha. 1. Saudiya Arabiston olimlarining ko'pchiligi bir kun ichida kecha bilan kunduz ayrilib turadigan diyor bo'lsa, kunduz uzun bo'lsin yoki qisqa bo'lsin, kunduzda ro'za tutish lozim. Tutolmay qiynalib qoldiganlar keyincha qiynalmaydigan kunlarda qazosini qilib olsa bo'ladi deb qaragan. Ammo kunduz bir qancha oy, kecha bir qancha oy so'zilib ketadigan bo'lsa, Makka vaqtiga yoki ashu diyorlarga eng yaqin kecha kunduz ayrilib turadigan joyning vaqtiga mo'ljarlab eg'iz ochadi deb qaragan. Bu qarashga asosan kecha 1 soat bo'lsa-mu, 1 soat ichida iftor bilan suhurlik yevilib, qolgan 23 soatda ro'za tutish lozim. Ammo 6 oy kecha, 6 oy kunduz bo'ladigan joyda Makka yoki o'ziga eng yaqin normal vaqtlik davlat vaqtini hisoblab namoz o'qisa, ro'za tutsa bo'ladi. 2. Azhar Fatva Komiteti va Azhar olimlari yuqoridagi diyorlarda soatni mo'ljarlab turib, kun osmondagi chaq bo'lsa-mu, eg'iz ochsa bo'ladi deb qaragan. Shariat ko'zlagan maqsadlarni oldimizga akilib turib qaraydigan bo'lsak, ikkinchi qarash muvofiq ko'rinadi. Shariat insonni qiynashni ko'zlamaydi. 5 vaqt namozni yarim soat ichiga yig'ib qo'yish yoki 1 soat ro'za tutib 23 soat eg'iz echish yoki aksicha qilish shariat ko'zlagan maqsadlarni qo'lga keltirmaydi. Tibbiy jihatdan aytganda 18 soatdan ziyoda ro'za tutish normal holatlarda inson badaniga ziyonli bo'ladi.
inson badaniga ziyon urish shariat ko'zlagan ish emas. Vaqtning benormal bo'lishi vaqt chek-chegarasi yo'qolib ketgan ahvolga o'xshash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Dajjal haqida to'xtalgan Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda mundoq kelgan. Biz, ey Rasululloh, u zaminda qanchalik turdi deb so'rasak, Rasululloh 40 kun, bir kun bir yildek, bir kun bir oydak, bir kun bir haftadak, andan qolgan kunlari sizlarning kunlaringlardek dedi. Biz, ey Rasululloh, bir yildek ashu bir kunda bizga bir kunlik namoz kifoya qilandi desak, yo'q, uningga vaqt mo'ljallanglar dedi. Imom Navaviy aytadi. Onunğa vaqt mo'ljallanglar deganning ma'nosi har kuni tong atgandan keyin peshin bo'lg'uchilik vaqt o'tsa peshinni o'qinglar, uningdan keyin asr bo'lg'uchilik vaqt o'tsa asrni o'qinglar, uningdan keyin sham bo'lg'uchilik vaqt o'tsa shamni o'qinglar. Xubtanmi shundoq. Demak, ashu uzun kun oxirlashguncha bamdad, andan peshin, andan asr, andan sham, andan xubtan o'qiydi. Shundoq qilib, bir yillik namozning hammasi vaqtida o'rindalgan farzlar bo'lgan bo'ladi. Buningga asosan bir kunduz bir sotkadan ortiq davomlashadigan diyorlarda barliq olimlarning qarashi bo'yicha Makkaga yoki eng yaqin normal vaqtliq shahar vaqtiga qarab ro'za tutadi. Bu ahvolda kun osmondagi chog'da iftor vaqti bo'lib qolsa-mu iftor qilaveradi. Buningga barliq olimlar ittifoq. Kecha bilan kunduz bir sotka ichida keladigan shaharlarda ahvolga qaraydi. Ro'za tutish vaqti 17-18 soat atrofida bo'lib, bardoshlik berilaydigan bo'lsa, ro'zani kun patqicha normal tutaveradi. Onundan ortiq bo'lsa, masalan 19-21 soat ro'za tutilgan bo'lsa, ashu diyorlarda yashaydigan musulmonlar vaqtning uzrab ketganligidan bakli qiynalib ketadigan bo'lsa, tuvandagi ikki ishning birini qilsa bo'ladi. Birinchi, Makka mukarrama vaqtini hisob qilish. Makkada qancha soat ro'za tutiladigan bo'lsa, masalan 14 soat ro'za tutiladigan bo'lsa, turayotgan diyorida tong atgan chog'da ro'zani boshlab, soatga qarab turib 14 soat vaqt o'tganda ig'iz ichib iftor qilsa bo'ladi. Bu chog'da kun taxi patmagan bo'lsa-mu mayli. Ikkinchi, kecha bilan kunduz normal bo'ladigan eng yaqin diyorning vaqtini hisob qilish. Masalan, Italiya desak, u yerda qancha soat ro'za tutiladigan bo'lsa, misolga 12 soat ro'za tutiladigan bo'lsa, turayotgan diyorda tong atgan chog'da ro'zani boshlab, soatga qarab turib 12 soat o'tganda ig'iz ichib iftor qilsa bo'ladi. Bu chog'da kun taxi patmagan bo'lsa-mu mayli. Lekin bu ikkinchi qarash bo'yicha eng yaqin normal davlatda biror davlatni belgilash ta's bo'lishi mumkin. Shunga shaharlarning markazi bo'lgan Makkani asos qilish qulayroq. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Hayzdar holatda ro'za tutsa bo'lamdi. Hayzdar holatda ro'za tutsa bo'lmaydiganligi barliq islom olimlari birlikka kelgan masala. Ularning ijmosining asosi Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bu hadisdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollar hayz ko'rgan chog'larda namoz o'qimaydi, ro'za tutmaydi emasmi devidi. Ayollar shundoq o'qimaydi, tutmaydi deyishdi. Yana Muslim rivoyatida mundoq degan: ayol kishi bir qancha kecha namoz o'qimay turadi, Ramazonda ro'za tutmaydi. Bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning savoliga sahoba ayollarning shundoq tutmaydi deb javob berganligi bu hukmning burundan tortib sahobalar orasida aniq muqimlashib ketgan hukm ekanligini ta'kidlaydi. Muaza mundoq rivoyat qiladi: "Men Aisha radhiyallohu anhadan hayz ko'rgan ayol nima uchun ro'zasining qazosini tutadi-yu, namozning qazosini o'qimaydi deb so'ragan edim. U Haruriyalik xavorijmisiz dedi. Men yo'q, mening so'rag'im keldi dedim. Aisha radhiyallohu anha biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida hayz ko'rib qolib ro'za tutolmasak, keyin qazosini tutishga, ammo namozning qazosini o'qimaslikqa buyurilatdiq dedi. Sahobalarning shariatni tunishtirishlarida buyurilatdiq yoki buyurilgan edoq degan ibora kelsa, buyrug'uchining buyurish salohiyati bo'lgan shariatni elib kelgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ekanligi muayyanlashadi. Bu hadis olimlar orasidagi aniq masala. Buyrug'uchining Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ekanligini Imom Buxoriyning bu rivoyati aniq ko'rsatgan. Bir ayol Aisha radhiyallohu anhadan hayzdan paklanganda hayz mazgilida o'qiyolmagan namozning qazosini qilamdi deb so'radi. U Haruriyalik xavorijmisiz? Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga chaqimizda hayzlar bo'latdiq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni uningga namozning qazosini qilishga buyurmaydi yoki uni qilmaydiq dedi. İmam Tirmizi mundoq degan: barliq olimlar orasida hayzdar ayolning ro'zaning qazosini tutadiganligi, namozning qazosini o'qimaydiganligida ko'z qarash o'xshashmasligi yo'q. Barliq olimlarning bundoq ittifoqda ekanligi hamma kitoblarda bayon qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: mening ummatim ozg'unlikqa jam bo'lmaydi. Alloh taolo mundoq deydi: kimki o'ziga to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga muxoliflik qiladi ekan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga ergashadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy?
Nisa surasi 115 oyat. Shunga musulmonlar birlikka kelgan masalalarga qarshi chiqish intayin xatarlik. Olimlarimizning tahlil qilishicha, namoz kunda 5 vaqt takrorlanadigan ibodat bo'lg'achqa, hayzmu har oyda bir takrorlanadigan ahvol bo'lg'achqa, ayollarning qiynalib qolmaslik uchun Alloh taolo namozni ulardan ko'tarib o'tgan. Roza yilda bir oy keladigan ibodat bo'lg'achqa, 5-6 kun tutolmay qolgan ro'zaning qazosini keyin tutib olish qulay va jafosiz deb ro'zaning qazosini tutishga buyurgan. Balkim yana ayollar hayzlar va nifoslar holatda aram olishga, yemak-ichmakka ehtiyoji ko'proq tushadigan ojizlikda bo'lg'achqa, u chog'da ro'za tutish ahvoliga munosib bo'lmagan bo'lsa kerak. Bu sababdan farz namozni o'rindamaslikqa ruxsat qilingan. Qandaqla bo'lmasin, hikmatini Alloh bilguchidir. Hayz vaqti degan ayol kishidagi ojizlik vaqti bo'lg'achqa, vaqtincha ro'za tutmay, keyin qazosini qilib olishga buyurilgan. Ammo namoz tahorat bo'lmasa qabul qilinmaydigan ibodat bo'lg'achqa, ayol kishidan xun kelib turgan holatda saqit qilingan. Bumi islom qoidalariga va shariat prinsiplariga uyg'un bir ish. Ayollar ro'zdor holatida girim qilsa bo'lamdi. Ma'lumki, ayol kishining girim qilishi va yasinishi faqatla yo'ldoshi uchun yoki mahram tuqqanlari yoki boshqa ayollar oldida joiz bo'ladi. Yat erlarning oldiga yasangan holatda chiqsa harom bo'ladi. Gerçi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin roza tutkan halatda sürmü sürtkenligi haqida kelgan hadis zaif bolsa-mu, biroq may va malhamlarni sürtüş kundalik turmushda ko'p uchraydigan ishlardan turuqliq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan bu haqda biror cheklama kelmaganligi bu ishning rozaga ta'sir ko'rsatmaydiganligining isbotidir. Ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, uni albatta cheklagan bo'ladi. Bunaga asosan girim bilan roza sunmaydi. Girim rozaga ta'sir ko'rsatmaydi. Shundaqla lav suruqi yoki teri asrash maylarimi rozani buzmaydi. Chunki u yemak-ichmak emas. Yemak-ichmak o'rnidami emas. Shundaqdimi roza tutgan ayol kishi Alloh taolaning roziligini ko'zlab, ma'lum muddat yemak-ichmakni tashlab, Ramazonning hurmati va roza qoidasiga rioya qilish uchun odatdan tashqari yasanishni yoki girim qilishni tashlashda siqilib qolmaydi. Chunki Ramazonni ulug'lab ba'zi bir ruxsat qilingan ishlarni tashlash Allohning bu oydagi marhamatini ko'zlaydigan kishi uchun ig'ir kelmaydi. Ramazon oyidan ko'zlangan maqsadmi har turli moddiy huzur halovatni Allohning roziligi uchun tashlab, ruhiy safliqni qo'lga keltirishdan iborat bo'lg'achqa, Allohning roziligini nishon qilgan kishi yasanishdan keladigan ozg'ina dunyoviy foydani qo'yib tura oladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Adam balasining har bir yaxshi amalining ajri 10 hassadan 700 hassagacha ko'paytib beriladi. Alloh taolo lekin roza uning sirtida. Roza faqat men uchun bo'ladi. Uning ajrini men beraman. U kishi mening roziligimni deb tamoqini, shahvatini tark etadi degan. Roza tutquchi uchun ikki xushallik bor. Biri iftor qilgan chog'dagi xushallik, yana biri Rabbiga uchrashgandagi xushallik. Roza tutquchining ig'izining puruqi Allohning nazarida ifar bo'yidan xushpuroqdir. Uning ajrini men beraman. Ya'ni 700 hassadan ko'p mukofot beraman demakchi. Demak, ayol kishining eri uchun yasanib girim qilishi bilan ro'zasi sunmaydi. Lekin eng yaxshisi bu ayni girim qilib yasanishdan bakrak taat ibodatlar bilan o'tkazgan yaxshi. Chunki eri uchun yasanish va zinnatlanish savobli ishlarning qatorida bo'lsa-mu, buni Ramazondan boshqa chog'larda yil bo'yi keng kushoda qilib olish fursati ko'p. Ammo Ramazon tezla kelib ketadi. Shunga bu ayni g'animat bilib Qur'on o'qish va o'rganish, zikr qilish, farzdan halqab nafl namozlarni ko'p o'qish, musulmonlarni iftorlatish va ko'p sadaqa berish qatorliq ibodatlarni qilish orqali bu oydagi Allohning marhamatiga erishishga tirishish lozim. Ramazonda ro'za tutganlar atir ishlatsa, ro'zasi buzilib ketamdi. Ro'za tutgan kishi atir va xushpuroq sopin ishlatsa, ro'zasiga ta'sir yetmaydi. Chunki shariatda ro'za tutgan kishiga atir ishlatishni cheklaydigan yoki ishlatmasa yaxshi deydigan bir dalil yo'q. Olimlardanmi ro'za tutgan kishi atir ishlatsa harom bo'ladi yoki ro'zasi buziladi deganlar yo'q. Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi mundaq deydi: Ro'za tutgan kishi atir ishlatsa, xushpuroq isroqlarni ishlatsa, yuyunsa bo'ladi. Chunki bular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davrida bar bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uni cheklaganligi isbotlangani yo'q. Navoda u ro'zani buzib o'tadigan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam albatta uni ro'zadorga cheklagan bo'ladi. Xushpuroq isroqning islari miyaga ta'sir ko'rsatishi mumkin. May ishlatsa badan so'mirib jonlanishi mumkin. Atir bilanmi badan jonlanishi mumkin. Shundaq turuqliq ro'zadorga bu narsalarni cheklamaganligi atir, xushpuroq, isroq va maylarni ishlatsa, shundaqla surma so'rsa joiz bo'lganligiga dalildir. Lekin spiritlik atirni burniga akilib purashni ba'zi olimlar yoqtirmagan. Ba'zilari spiritlik atirni burniga chassa ro'za buziladi. Chunki
u yemak ichmakka o'xshash badanga huzur bag'ishlaydi deb qaragan. Shunga bularning qarashlarini ko'zda tutgan holda shundoq deyishga bo'ladiki, ispiritliq yoki ispiritsiz atirni purmagan afzal. Lekin pursa ro'za sunmaydi. Ammo atirni kiyim-kechakka yoki badaniga chechish va surkash bo'lsa, hamma olimlarning nazarida ro'zaga ta'sir yetkazmaydi. Balki taqa issiq kunlarda yoki yoqtirilmaydigan puroq paydo bo'lgan chog'larda boshqalarga azor bermaslik uchun atir ishlatish zarur bo'lib qoladi. Archa yog'ichi, yo'pirmiqi, adrasman va arab uda qatorliq xushbo'y is chiqaradigan isiriqlarni yoki tutunli xushpuroqlarni, shundaqla adirlarni eg'izi bilan nafaslanib ichiga sumurish tamakiga o'xshashla ro'zani sundirdi. Chunki bularning tarkibidagi moddalar ichiga kiradi. Ammo ixtiyorsiz purab yoki nafaslanib qolsa sundirmaydi. Shunga burun bilan purashni nafas bilan sumurishdan ayirib qarash lozim. Atir do'konining yoki atir chashqan bir kishining yenidan yoki mazalik taomlarni pishirayotgan do'konlarning va yoki atir gullar ochilib ketgan bog'chaning oldidan o'tganda purg'an puroqlar ro'zaga hargiz ta'sir yetkazmaydi. Chunki so'mirgan bu havo puroqli havo bo'lib, uningdan saqlanish qiyin. Ammo ayol kishilar Ramazonda uy ichida yoki ayollarla bar so'rinda atir ishlasa bo'ladi. Yot er kishilar bar so'ringa atir chechib chiqish Ramazonda bo'lsin yoki Ramazondan boshqa vaqtda bo'lsin harom bo'ladi. Taravih namozi necha rakat o'qiladi? Taravih namozi 8 yoki 20 rakat o'qiladi. 8 rakat o'qish payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati. 20 rakat o'qish bo'lsa Rashid xalifalarning sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening sunnatimga va mendan keyingi Rashid xalifalarning sunnatiga ergishinglar deb xalifalarning sunnatlariga ergishishga buyurganlik uchun 20 rakat o'qish eng afzalidir. Chunki 20 rakat o'qigan taqdirda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ham xalifalarning sunnatiga teng amal qilg'ili bo'ladi. 8 rakatla o'qisimi mayli. Buningda kengchilik bor. Ayollar Ramazonda tarovih namoziga borsa bo'lamdi. Taravih namozi ayollarga vojib emas, balki mustahabdir. Bu namozlarni erlar masjidda o'qisa yaxshi, uyda o'qisimi bo'ladi. Ayollarga kelsak, ayollarning taravih namozini uyda o'qigani afzal. Abu Humayd as-Saidining ayoli Ummu Humayd payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashig'iga kelib, "Ey Rasululloh, men o'zlari bilan birga namoz o'qishni yaxshi ko'raman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Men sening men bilan namoz o'qishni yaxshi ko'rdiganligingni bildim. Ammo sening chimildiqingda o'qigan namozing hujranda o'qigan namozingdan yaxshi. Hujranda o'qigan namozing o'ylanda o'qigan namozingdan yaxshi. O'ylanda o'qigan namozing mahallandagi masjidda o'qigan namozingdan yaxshi. Mahallandagi masjidda o'qigan namozing mening masjidimda o'qigan namozingdan yaxshiroq" dedi. Lekin ayollar eri yoki otasi va yoki akasi ruxsat qilgan ahvolda masjidga chiqsa bo'ladi. Bu ruxsat kiyim-kechakda, yurish-turishda islom cheklamasiga rioya qilgan ahvolda shundoq. Ammo chiroyli kiyinib, yasanib, kirim qilib chiqsa bo'lmaydi. Masjidda namozdan boshqa duoyi talab, dars, tabligh va tashviqot bo'lgan taqdirda masjidga chiqib tarovih o'qigach ularga qatnashsa afzal. Chunki bu intayin muhim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohning ayol bandalarini Allohning masjidlaridan to'smanglar degan. Ramazon uchun hayz kechiktirish to'g'risi iste'mol qilsa bo'lamdi. Olimlar birdek ittifoqlashgan masala shuki, Ramazonda hayz ko'rgan ayolga shu holatda ro'za tutish farz emas. Farz bo'lgani Ramazondan keyin boshqa kunlarda u kunlarning o'rniga ro'za tutib olish bu Alloh taolaning kengchiligidir. Ramazon oyi insonlarga yo'l ko'rsatkichi, haq bilan nohaqni ayirg'uchi ro'shan oyatlar bo'lish sifatida nozil qilingan oydir. Shunga sizlardan qaysinglar Ramazonda muqim tursa, u oyda ro'za tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida bo'lsa, tutolmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin. Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, sizlarga ta'sirni xohlamaydi. Bu sanni to'ldirishinglar sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni hamda aytgan holda ulug'lashinglar va shukr qilishinglar uchundir. Baqara surasi 185-oyat. Ayol kishi hayzdar holatda jismoniy va psixikalik jihatdan intayin bearam va charchagan holatda bo'ladi. Shunga ro'za tutish yoki tutmaslikni ayollarning ixtiyorida qo'ymay, eg'iz echib o'tishni vojib qilgan. Ayol kishi bunday ahvolda ro'za tutsimi, ro'zasi qabul bo'lmaydi. Farz ro'zimi bo'ynidan saqit bo'lmaydi. Keyin boshqa kunlarda o'rniga yana ro'za tutmasa bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning pak ayollari, shundaqla sahoba va tabiinlarning ayollari shundoq qilib kelgan. Bundoq bo'lgan ekan, hayzdar holatdagi ayol ro'za tutmasa hech gunoh bo'lmaydi. Dorilar bir tarafdan hayzni to'xtatib qo'ygani bilan yana boshqa tarafdan ziyonliq bo'lishi mumkin. Ilgirki olimlarimiz dori orqali hayz vaqtini ilgari keyin qilishni ziyonliq bo'lish tarafdan makruh degan. Shunga bundaq ishlar o'z yo'lida tabiiy mang'ini tuzuk.
Lekin hech qanday ziyni yo'qligi isbotlangan hayzni kechiktirish dorilar bo'lsa, uni iste'mol qilib, hayz vaqtini kechiktirib, Ramazonda saq holatda roza tutgan ayollar bo'lsa, inshaalloh ularning rozasi joyida o'rindalgan bo'ladi. Bu masalada Imom Qaradaviydek hozirgi zamondagi atoqli olimlarimiz shundoq fatvo bermoqda. Bu yerda shuni eskartib qo'yish kerakki, bandaning ibodatlarning vojib bo'lishiga kuchab ketishi vojib emas. Masalan, zakot vojib bo'lish uchun yoki haj farz bo'lish uchun pul tepishi vojib emas. Ayol kishimi Ramazonda to'liq bir oy roza tuta olishi yoki itikofda o'tira olishi uchun hayzni kechiktirishi majburiyati yo'q. Lekin hayz vaqtini ilgari surish yoki kechiktirishning roza tutishga emas, balki tuvandagi ishlarga ta'siri bor. Birinchi, normal iddat muddatini qisqartib o'tish yoki uzartib o'tishga ta'sir qiladi. Bu sababdan ilgirki olimlarimiz dori orqali hayz vaqtini ilgari sursa, buning bilan iddat to'shmaydi deb muayyanlashtirgan. Ikkinchi, safarga chiqish yoki safardan kelish oldi-keynida xotin birga bo'lish sharoiti yaratib berdi. Uchinchi, roza, namoz, Qur'on o'qish, haj va hayzning to'xtashiga bog'liq shartli taloq qatorliqlarga ta'sir bo'ladi. Yuqoriqilarni ko'zda tutgandan keyin olimlarning tarjihi mundaq: jiddiy zaruriyat topilganda hayzni ilgari keyin qilish uchun dori iste'mol qilish makruhlik bilan joiz. Masalan, safar qistab qolgan chaqda ifozat tavbini qilib olish, Ramazonda Qur'on imtihoni berilgan o'quvchilar, lekin shundaqdimi hayz qanini chiqarmay turib olishning ayolga bo'lgan ziyni ig'ir bo'lsa harom bo'lib ketadi. Ziyni bo'lmagan taqdirdami zaruriyat topilmasa dori iste'mol qilmaslik lozim. Ibodatni zamon jihatdan Alloh taolo sizib bergan bo'yicha o'rindash yuqorqi roza tutish oyatida Alloh taolo bizga ato qilgan qulaylikning jumlasidandir. Ey Alloh, bizni Ramazonga salomat yetkazgin. Ramazonda roza tutishga, namoz o'qishga muvaffaq qilgan. Ramazonda do'zaxdan ozod bo'lib ketganlar qatoridan qilgan. Amin. Ya Rabbal alamin.